Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutimiz ko'pgina oliy ta'lim muassasalari va xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Shulardan biri Imom Termiziy nomlaridagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazidir. Bu dargoh hozirgacha Termizda yetishib chiqqan 200 dan ortiq ulamolarni o'rganishlik bilan birgalikda ularning muallifliklarida yozilgan asarlarini ham tarjima qilishlikda faol ishtirok etib kelmoqdalar. Shunday ulamolarimizdan birlari Abu Ja'far Termiziy hazratlarining tafsirga oid rivoyat qilgan hadislari asosida to'plangan tafsir kitoblari ham shular jumlasidandir. Bizning ma'hadimizda Qur'on ilmlari kafedrasida qo'shimcha adabiyotlar qatorida yurtimizdan yetishib chiqqan ulamolarimizning mana shunday asarlari ham qo'shimcha adabiyot sifatida o'qitib kelinmoqda va bu yo'lda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini olib borayotgan ishlarida Alloh taolodan bundan-da faollik, bundan-da rivojlarni so'rab qolamiz.